Ne şu dvoykalar mesela ne chiroyli dvoykalar bor. Eng arzoni 90 mingdan boshlanadi. Dvoykalamiz har xil bahoda. 90 ming so'mdan boshlanadi. 90 ming so'mdan Ajoyib ekan ku dvoykalar. 160 ming so'mdan bor har xili. Kачествосына qarab, Sifatına qarabang. lekin hammasi sifatına garantiya beriladigan narsalar man. Renglari chiqib qolmaydi, to'g'rimi? Rengi chiqib, uni kuchayib, ne bo'lib qoladigan ajrama. Lekin chiroyli ekan lekin. Bundan berasini hazzat beradigan narsalar gap qisqasi. Razmerlari bor axir, to'g'rimi har birisini? Mana bu ham masalan o'qituvchilarga giysa bo'ladigan variant ekan. 250 ming so'mdan boshvoy вечерний. Degan chiroyli turadi ekan bu. Mana ayollarimiz Razmerlari, rasvetkalari bor. Tarafdan ham bor, hollarimiz uchun katta. Yoshi 48dan 60 adım bor, razmerlari bor ina. 48 dan 60 adan, ina. Razmerlari 60 adım bor. Oddiy ina gündalik kiyiladigan ko'ylaklarimiz ham bor ina. Bular ham 100 ming so'mdan ina 60 adım razmerlari bor. Ajoyib bir-birisidan chiroyli, to'g'rimi? Yana Ruslan to'g'ridan deb kelsalar, yana qaytib beramiz. Qaytib beramiz, ikkamiz bor, bemalol kelaverasiz. Assalomu alaykum, qadr bilan qadrli insonlarimiz, hurmatli ayollarimiz, qizlarimiz, bugungi videorolikimiz sizlar uchun bo'ladi. Bu videomizni xudo xolasa ayollarga jo'natib qo'yasizlar, yaqinda to'yacak boshqasi kiyinjak bo'lib yurgan, chunki beda go'naklaring eng saralari, zo'rlari bor ekan. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Haqiqatan tovarlarni gap bo'lishi mumkin emas. Yoshgina qizlarimizdan katta ana hollarimizgacha kiyimlari bor ekan. Narxlari ham dim hamyonbop bo'lib turibdi. Hozirgidan nima etdi? Mana hattoki kichkina qizchang'izadim borda, qarang. Hattoki qizchang'izadim bor, xudo xolasa. Katta yoshdagilar uchun ham har xil kiyimlari bor. Hozir ish yeriga kiramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Mana tovarlarni ko'rsangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum. Mumkin axir. Yana xudo xolasa ajoyib kiyimlaringiz bor ekan. Mendan qaraganda dim chiroyli ko'rinib turibdi. Mana apkalarimiz ham giyzdingiz o'xshaydi shu apkamizdan. Mana Allohimga yarashib turadigan kiyimlari bor ekan. Qani apka bedan chisimdan chismadim bo'yinda apka. Bu baholarni bilan ham donishsak. Ne shu dvoykalar masalan, ne chiroyli dvoykalar bor. Eng arzoni 90 mingdan boshlanadi. Dvoykalamiz har xil bahoda. 90 ming so'mdan boshlanadi. Ajoyib ekan ku dvoykalar. 160 ming so'mdan bor har xili. Kачествосына qarab, Sifatına qarabang. lekin hammasi sifatına garantiya beriladigan narsalar man. Renglari chiqib qolmaydi, to'g'rimi? Rengi chiqib, uni kuchayib, ne bo'lib qoladigan ajrama. Lekin chiroyli ekan, lekin ko'rinishlari dim ajoyib ekan. Bundan berasini hazzat beradigan narsalar gap qisqasi. Ko'ylaklarimiz ham eng arzoni 100 mingdan boshlanadi. Bu yerda ketaveradi 300, 450, 550 ming, 600 ming bu ko'ylaklarimiz bor. Gelin bo'jak qizlarimiz uchun ham ajoyib variantlarimiz bor. Ko'ylaklarimiz bor, ko'rasiz. Gelin giyintiraman desalar bemalol sho'rak kelsalar bo'ladi, to'g'rimi? Bemalol. Beshkek variantlarimiz ham bor, kiyim bor, ishlab chiqarishimiz ham bor. Har xil aralash bitadi. Bemalol kelib hamyon bor. Mahlarda olib ketsalar bo'ladi. O'zlariga yoqadigan kiyimlarni topib bilasizlar, to'g'rimi? Bilamiz, kelaverasizlar. Mana xudo xolasa kelsangizda ishni tovarlari ajoyib ekan, hattoki nima oxiri. To'ylarga kiyman desangiz, iminning вечерний ko'ylaklar ham bor ekan. Gündalik kiyadiganlar ham bor, xillaridan bor. Bemalol ko'rib, Jinsovka desa jinsovka. Yo'q, gap yo'q ekan lekin. Endi qarang, ishlaydi Alloh, bankirlar uchun ham yo'naklaringiz bormi? Masalan, o'qituvchilar uchun. Bor. Buning ofisli variantlari ham topib beramiz. Ishchilar uchun masalan, hammalar diket bilan обычный mini narsalarimiz bor. Skromiy turadigan narsalar. Oddiy mini hammalar diket bilan letniy variantlarimiz ham bor. Har xillaridan bor. Kelib sizlar bemalol ko'rib Razmerlari bor axir, to'g'rimi har birisini? Mana bu ham masalan o'qituvchilarga giysa bo'ladigan variant ekan. Gap yo'q lekin ajoyib ekan. Ko'rishadi mumkin. Magazinlari kengligini qarang, katta, keng aynalarni mana o'zingiz bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Katta ayna qo'yib qo'yibdilar. Bemalol kelib giyinib, ko'rib olsangizlar bo'ladi. Bu durishlarni qarang. Bam chiroyli ekan va chiqsinmi endi degan chiroyli bu. Bu ko'ylaklarimiz 250 mingdan bemalol kelib kiyib ko'rib. 250 ming so'mdan boshvoy вечерний. Degan chiroyli turadi ekan bu. Mana ayollarimiz Razmerlari, rasvetkalari bor. qizlar uchun zo'r ko'ylak ekan, haqiqatan вечерний ko'ylak. Vashim yarashib tursa kerak bu, qarang, degan chiroyli. Chiroyli bo'lib turadi, qizlar figurasidan tushib, ajoyib ko'ylak.
Mana xudo xolasa vobshim shikarniy variantlari bor ekan. Modalarni ko'rdingizlar, mana degan chiroyli. Bo'ynlar zodi yopib turadi ekan. Chiroyli variant ekan. Gap qisqasi gap bo'lishi mumkin emas. Undan tashqari mana shifonlar bor ekan. Вечерний. Shifonlar ham вечерний ekan. Yo'q, gap yo'q lekin. Katta anaxonlarimiz uchun ham ko'ylaklar bor ekan. Uchun ham bor, va ko'ylaklarimiz. Bu yerga kelsangiz ko'rsataman. Bu tarafdan ham anaxonlarimiz uchun katta 48 dan 60 adım bor, razmerlari bor ina. 48 dan 60 adım, ina. Razmerlari 60 adım bor. Oddiy ina kundalik kiyiladigan ko'ylaklarimiz ham bor ina. Bular ham 100 ming so'mdan ina 60 adım razmerlari bor. 60 adım, Ava. Yozgi variant. To'la insonlar ham bemalol kelsa, razmerlarini topib berasiz, to'g'rimi? Ina xudo xolasa yosh ulug' anaxonlarimiz uchun, momajonlarimiz uchun ham ajoyib ko'ylaklar bor ekan. Bu uyda kiymak uchun bu tarafda, bu yer chiqmaga, to'ya tug'ilgan kunlari. Ko'ylaklarimiz ham bor banda. Topib kelamiz, kelaverasiz. Bularning ham mana uzingina ekan, chiroyli ekan. Qarang, degan chiroyli odamlarga yarashib turadigan ko'ylaklari bor ekan. Вечерний xolovchilar uchun вечерний ko'ylaklar ham mana ajoyiblari. Kedimlar, yupka kofta demlar, ko'ylak demlar, har xillaridan bor, bemalol kelib yurib, harakat qilsalar bo'ladi. Bu kichkina qizchalar uchun ham bor, Kichkina qizchalarimiz uchun ham bor. 5 yoshdan boshlab, 2 yoshdan boshlab yetadi ko'ylaklarimiz eng kichkinasi. 2 yoshdan boshlab. 3 yoshdan boshlab 7-9 sinflardan bo'ladigan ko'ylaklarimiz bor. Keyin o'rangan qizlarimiz uchun bu ko'ylaklardan ham keldilar. Mana narxi rassetkalari bor, ajoyib ko'ylaklar. Hijobli qizlarimiz uchun, ayollarimiz uchun ham narsangiz bor. Ular ham topib olamiz, bemalol bo'ladi. Bola qarang, hozir yozda, endi yoz-ku, bu yana xudo xolasa qizdirib bermaydi-ku. Yo'q, qizdirmaydigan xabar material bilan. Materiallar ham yaxshi, ajoyib narsa. Qizdirib bermaydi. Kelib, o'zlari giyib ko'rsalar, bir qo'li bilan ushlagandan ham bilinadi odamlar ham, masalan, yurganlar, xotin-qiz hammasi biladi-ku. Mana tovarni berib tushunadi. Ha, tushunadilar, xuddi ajoyib rassetkalari bor edi. Rassetkalar bor. Mana. Rassetkalar bor, oq-qora xillari bor. Har xillari bor, Giyib ko'rdik, bor. Kelaversinlar, bemalol topib beriladi. Xudo xolasa kelsanglar bo'ladi. Chiroyli narsalar bor ekan, haqiqatdan aka, lekin zo'r narsalar bor ekan. Odam giysa, hizat giyadigan tovarlar bor ekan. Asosiysi sifati yaxshi, to'g'rimi? Yaxshi, sifatini ham javob bemalol. Masalan, kir mashinada yu, boshqada yurgan vaqtimda oqarib, yo'llar qamasa bo'ldi, asosiysi tovari kami 1 yil, endi 1 yil deymiz, uchun xotin qizlar tez almashtiradi ko'ylagini, keyin 1 yil o'ynab kulib kiyadi, to'g'rimi? Bemalol giyib biladilar. Bemalol giyib biladigan nelar bor. Arzon deb turgan narsalarimiz ham, endi arzon deb turgan tovarlarimiz ham bemalol shu aytganingizdek 1 yil giysalar bo'ladigan narsalar. Uni 2-yil ham kiyadilar, uni olganlar. Shu vaqtda bir algan odam Norozi bo'lmadi. Norozi bo'lib kelmadi lekin. To'g'ri aytish kerak, unga bo'lmadi. Yo'q, gap yo'q lekin. Endi 1 yil deganim sababi qizlar bir narsasini 1 yil, 2 yil, 3 yil giymaydi, to'g'risi. Endi yigit kishilar kiyishi mumkin, xotin qizlar qiyin. Lekin tovarlari zo'r ekan shular ham. Hammasi shuning dvoykalar ekan. Ranglari har xillari bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Qora desangiz qora ena. Adidas ekan, vashim. Chiroyli ekan lekin ko'rishlar. Dvoykalarimiz ham ko'rishlar mumkin. Xillardan topib beramiz desalar. Chiroyli ekan lekin. Dvoykalarimiz bor ina, jinsovkalar. Keyin mana Pekin dvoykalarimiz ham bor, yoshlarimiz uchun. Bular ham ajoyib variantlar, narsalar. Ko'ylaklarimiz ham bor ina. Bular ham bemalol yozda kiyiladigan narsalar. Ish qo'lingizdagicha olsin. Chiroyli ekan bu. 200 ming so'mdan, lekin chiroyli ekan, ko'rinishlari ajoyib ekan. Pekin ko'ylaklarimiz bor bular. 170 mingdan bor. Yo'q, zo'r. Gap yo'q. 30 yoshdan yuqorilari eminning ko'ylaklari bor ekan. Bu 30 yoshdan balandlar bo'ladi, to'g'rimi shuni? Katta yoshlar bo'ladi. Xudo xolasa o'zida yakadag'onni, chiroylarini, sifatlarini bedan topsangiz bo'ladi ekan. Hattoki o'zingizni qizingiz bilan birga yashasangiz, hattoki qizlaringiz ham kelib bemalol shu yerda giyintirib kiysangiz bo'ladi. Qizlaringiz ham viburlari dim ko'p, hali bu yerda chiqarmindirolari ko'p ekan. Xudo xolasa kelsangiz shulardan topib beradilar. Ajoyib, bir-birsidan chiroyli, to'g'rimi? Yana Ruslan to'vidan deb kelsalar, yana qaytib berib ham berasiz. Qaytib beramiz, ikkamiz bor, bemalol kelaverasiz. Xudo xolasa shu magazinga kelasiz, shuni
xohlaganingizda kiyib ko'rib bemalol olsangizlar bo'ladi. Manzillarini tushuntirib o'tadigan bo'lsa, bu Hazorasi bozori bu. Ya'ni bu o'rta darvozadan kelsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bu taraf Ko'na bozorda o'tib keladigan joy. Ana bu taraf o'g'il bolalaring, yigit kishilarimizning rastas qatori bu. Bundan to'g'ri kelsangiz ham bo'ladi yoki bu tarafdan kelsangiz ham bo'ladi. Bu tarafi o'ng qo'la birlasiz, o'ng qo'la birilgan joyda ishida ikkilanchi do'kon bo'ladi. Xudo xolasa bemalol kelasiz. 625-do'kon ekan. Xudo xolasa sizlarni kutib qolamiz. Bemalol kelib ishida chiroyli narsalari olsangizlar bo'ladi. Yana telefon nomerlarini qoldiraman. Xola vaqtida murojaat qilsangizlar bo'ladi. Optimchilar bilan ishlashasizmi? Optimchilar bilan ham ishlatamiz, bemalol kelaverasizlar. Optimchilar uchun ham ajoyib narxlar qo'yib beradilar. Xudo xolasa telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon ham bo'ladi. Bo'ladi aka, sog' bo'lasiz. Salomat bo'ling. Kutamiz.